Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Depal S7 mashinasiga gibrid mashinasiga gaz qo'yib berdik, propan. Bunga qo'yilgan zapchastlarimiz qo'rsang o'chiravering. Trial injektor, qaramay ko'rinmay qoldi. Nordic reduktor bo'ldi. Baska 32 ga blok upravleniya bilan akkuratni qilib qo'yib berdi. Gibrid ekan, ham tokka ham benzinga ishlaydigan mashina bo'lib, endi propan ham qo'shildi bunga. Orqasiga keladigan bo'lsa 50 litrli kolbasni balon akkuratni qilib o'rnashtirib berdik akamizga. Joylashishi bundan ortiq joylashtirib bo'lmadi. To'rga joylashtiramiz dedi, hech tayyor sal bo'shroq qildi. Shu joyi akkuratni joylashdi mashina. Oldiga keladigan bo'lsa 100% gazda ishlab turibdi. Benzinda ishlashlari zakonli. Chiqib haydab ko'rdik, yurishlari ham idealni bo'ldi mashina. Kimga shunaqa elektromobilda bo'ladigan bo'lsa, gibridda bo'lsa agar olib kelsanglar, o'rnashtirib gazni chiroyli qilib taxlab beramiz. Pastki nomerda telefon qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.